Muhojirlar uchun soliq tizimi yana o'zgarishi mumkin. Yangi taklif: avval fuqarolar, keyin xorijliklar. Bu nima degani? Uyda yashamay turib ro'yxatda turish nimaga olib kelishi mumkin? Qarz va sud ishlari muhojirlar uchun jiddiy muammolarga aylanishi mumkin. Kasallik pulini olish uchun endi kamida 6 oy ishlash kerak bo'lishi mumkin. Rossiyaga kelishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish majburiy bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. 2026-yil 9-fevral kuni RIA Novosti xabar berishicha, Rossiyada patent bilan ishlayotganlardan tashqari yana boshqa toifadagi muhojirlar uchun ham avans NDFL soliq to'lovini kengaytirish taklif qilingan. Yangi loyihaga ko'ra, VNJ yoki RVP bilan ishlayotganlar, jismoniy shaxs qo'lida ishlatayotganlar ham oldindan soliq to'lashi mumkin. Taxminiy summalar: tashkilotda ishlayotganlar uchun oyiga 1200 rubl, jismoniy shaxs qo'lida ishlayotganlar uchun 1700 rubl atrofida bo'ladi. Maqsad soliq nazoratini kuchaytirish va barcha ishlayotganlarni rasmiy tizimga kiritish. Ammo bu qaror qabul qilinsa, ayniqsa jismoniy shaxs qo'lida ishlayotganlar muhojirlar uchun qo'shimcha moliyaviy yuk bo'lishi mumkin. 2026-yil 5-fevral kuni RIA Novosti xabar berishicha, Rossiya prezidenti yordamchisi Vladimir Medinskiy ishga qabul qilishda avval Rossiya fuqarolariga ustuvorlik berish kerakligini ta'kidladi. Ish o'rinlari birinchi navbatda Rossiya fuqarolariga berilish kerakligi aytildi. Agar kadrlar yetishmasa, shundagina xorijlik ishchilar jalb qilinishi mumkin. Bu taklifning maqsadi mahalliy aholini bandligini oshirish. Agar qonun qabul qilinsa, mahalliy ishchilar uchun imkoniyat oshadi, muhojirlar uchun raqobat kuchayadi. Ishga rasmiy qabul qilish talablari qat'iylashishi mumkin. Hozircha bu faqat taklif, qonun qabul qilinmagan. Vladimir viloyatida 24 yoshli ayol 26 nafar muhojirni o'z kvartirasida yashamasa ham ro'yxatdan o'tkazgani ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, kvartirada yashash sharoiti bo'lmagan. Hech kim haqiqatda u yerda yashamagan. Barchasi faqat hujjat uchun qilingan. U buning uchun 26 ming rubl olgani aniqlanmoqda. Unga nisbatan fiktiv registratsiya moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Qonunga ko'ra, katta jarima yoki jinoiy javobgarlik qo'llanilishi mumkin. Davlat dumasi deputatlari Mikhail Delyagin va Aleksey Jurabyov tomonidan chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy maqomi to'g'risidagi 115-federal qonunga o'zgartirish kiritish taklif qilindi. Loyihaga ko'ra, agar muhojirga nisbatan sud qarori qonuniy kuchga kirgan bo'lsa va u qaror belgilangan muddatda bajarilmagan bo'lsa, unga patent berilmaydi, qayta rasmiylashtirilmaydi yoki amaldagi patent bekor qilinadi. Qaror sud belgilagan ixtiyoriy bajarish muddati tugagan kundan hisoblanadi va oxirgi 6 oy ichida bajarilmagan bo'lsa, cheklov qo'yiladi. Hozircha bu faqat qonun loyihasi, hali qaror qabul qilinmagan va hukumat xulosasiga ko'ra loyiha jiddiy qayta ishlashni talab qiladi. Agar ushbu o'zgarish qabul qilinsa, sud qarzi yoki bajarilmagan majburiyati bor muhojirlar patent olish yoki uni uzaytirishda muammoga duch kelishi mumkin. Shu sababli sud qarorlarini o'z vaqtida bajarish juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Davlat dumasi deputatlari Yaroslav Nilov va Aleksey Jurabyov hamda boshqalar tomonidan 255-federal qonun vaqtinchalik mehnatga layoqatsiz va onalik munosabati bilan majburiy ijtimoiy sug'urta to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklif qilindi. Loyihaga ko'ra, Rossiyada vaqtincha yoki doimiy yashovchi muhojirlar kasallik pulini olishlari uchun kamida 6 oy davomida sug'urta badallari to'langan bo'lishi shart. Tug'ruq va bola parvarishini nafaqalarini olish huquqi esa kamida 1 yillik sug'urta staji mavjud bo'lgan taqdirdagina berilishi taklif qilinmoqda. Qonun qabul qilinsa, 2027-yil 1-yanvardan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Hozircha bu faqat qonun loyihasi, hali qabul qilinmagan. Maqsad ijtimoiy jamg'arma xarajatlarini qisqartirish va tizimni tartibga solish haqida gap ketyapti. Agar ushbu o'zgartirish qabul qilinsa, Rossiyada ishlayotgan muhojirlar uchun ijtimoiy to'lovlarni olish tartibi yanada qat'iylashishi mumkin. Rasmiy ishlash va sug'urta badallarini o'z vaqtida to'lash yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Rossiya hukumati Davlat dumasiga Tojikiston bilan imzolangan kelishuvni ratifikatsiya qilish bo'yicha qonun loyihasini kiritdi. Taklifga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kelishdan oldin tibbiy ko'rikni o'z mamlakatining o'zida topshiradi. Berilgan tibbiy xulosa Rossiyada rasman tan olinadi. Ko'rik pullik bo'ladi. Hozircha bu faqat qonun loyihasi, qabul qilinmagan. Agar tasdiqlansa, tibbiy tekshiruvni Rossiyaga kelgandan keyin emas, avval o'tish tartibi joriy etiladi. Bu o'zgarish Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan Tojikiston fuqarolari uchun yangi talab bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.